Hozir bolalar bor-ku, ba'zi bolalar uylangan kuni ketaveryapti Rossiyaga. Kelinni olib borib chumiliqqa tashlab o'zi aeroportga ketyapti. Kelin hech narsadan xabari yo'q. U kelinga kuyovni bankda ishlaydi deb aytishgan. U kuyovni bankdan qarzi bo'lgan, kirib chiqib yurgan bo'lgan. Shu yangilar qana ko'ryapsanmi? Har kuni bankka kelyapti, bankda ishlaydi bu degan. O'zi kredit to'layotgan bo'lgan u. Yo'q. Kelin chimilida o'tiribdi, kuyovni kutib. Kuyov aeroportda turibdi, samolyotda kutib. Yarim soat, 40 minut, 1-2 soat o'tgandan keyin kelin sekin chiqibdi chimildiqdan. Qayerda qoldi bu, ha? Otini ham so'ramayapman, ha? Sekin chiqib, qayerdasiz? Shikabning orqasiga qarab, "Hey! Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Qayerdasiz?" Yo'q, kuyov samolyotda o'tiribdi. 1 kun, 3 kun, 1 oy. 3 oydan keyin kelin tomi ketib qolibdi. Qo'lida yurganmish. Dugonalari bormisiz, omonmisiz? Dugonalari bormisiz, omonmisiz? Jam bo'lishib, siz ham mendek ergazarmisiz, yor? Ergazarmisiz, yore? Bormisiz, yore jon? Ha? O'sha qaynana ham astag'firullah, astag'firullah, astag'firullah. Kelin choy-poy ichib olasizmi desa? Ana yorim Maskovlarga ketdi. Yorim ko'rmaydi deb xirom etdi. Qulog'imga g'iybatlari yetdi. Sen kelguncha men ketaman. Qaynana ham, voy kelin. Uyga kirib oling. O'g'lingni top menga. Uyda nima bor? Men o'g'lim bilan gaplashay, keyin sen bilan gaplashaman. Mana shunaqa bo'lib qoldi hozir.